Bu farmatsevt solih musulmon odam edi. U dorixonasida edi va tong otmasdan sal oldin bir kishi bir yoki ikki yo'lovchini tashiydigan oddiy transport vositasi bo'lgan rikshada keldi. U uning oldida yig'lab turdi va xotinim juda og'ir ahvolda. U tubish arafasida. Sendan boshqa menga yordam beradigan hech kimni topa olmayapman, dedi. Shuning uchun u unga men akshir emasman, dedi. U iltimos yolvoraman. Qo'llaringizni, oyoqlaringizni opaman. Iltimos men bilan yur, chunki u oladi. U tubish arafasida, menda esa pul yo'q va uni hech qayerga olib keta olmayman, dedi. Farmatsevt bir nechta oddiy asboblarni olib u bilan ketdi va u tugruq tugaguncha erkakka yordam berdi. Shundan so'ng bu bechora riksha haydovchisi uning oldiga kelib, unga juda oz miqdorda 300 funt berdi. U unga menda bor yoki shu, dedi. U unga bu pul sizniki va tugilgan bu kichkina qizcha uchun sovg'a, dedi. Taxminan 2-3 oy o'tgach, farmatsevtning rafiqasi tugruq paytida asoratlarga duch keldi. Farmatsevt uni bir nechta shifokorlarga, ham erkak, ham ayol shifokorlarga olib bordi. Ularning barchasi sezaryen zarurligini va chaqaloqning ahvoli og'irligini, chaqaloq tuzalib ketguncha bir necha kun inkubatorda qolishi kerakligini aytishdi, chunki vaziyat juda jiddiy. To'satdan shifokorning puli qolmadi. O'sha paytda uning ahvoli juda og'ir edi va to'satdan u telefonda xotini xavf ostida ekanligi haqidagi xabarni eshitdi. Shunday qilib, u tezda yugurib kelib, chaqaloqning farmatsevt yordam bergan bechora haydovchining bolasi bilan bir xil ahvolda ekanligini aniqladi. Allohga hamdlar bo'lsin, u boshqa chaqaloq bilan qilgan muolajalarini aynan shunday qildi va bola sog'-salomat tugildi. Allohga hamdlar bo'lsin, go'yo voqea takrorlanayotgandek edi. Hatto shifokorlar ham hayratda qolishdi. U ularning oldiga qaytib kelganida bu sodir bo'ldi. Mo'jiza sodir bo'ldi. O'zgarishlar qanday sodir bo'lganini bilmaymiz. Albatta, bu qodir Allohning mo'jizasi edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganidek, kim qiyin ahvolda qolgan kishining ishlarini osonlashtirsa, Alloh unga bu dunyo va oxiratda ishlarini osonlashtiradi. Mukofot amal bilan mos keladi. Inson yaxshilik qilsa, Alloh unga yaxshilik qiladi va Alloh taolo adolatlidir.